Assalamu alaykum hörmətli televizor köyküçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünüzdən qarşıladınız. Atışdakı yaşlı mehmanxanasında 99 nəfər vuxanlıqның karantin qılınğanlığı aşkarlandı. Vuxan virusunu tuncu bayqagan doktor jenidən ayrıldı. Uanda qarasıda qalğan 2 kişinin cəsədi tepildi. Tövəndə ehtiyatlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Erkinasiya radiosunun xabar qilishicha, Wuhan shahrining boshlig'i Wuhan virusi payqalib, jiddiy holat e'lon qilinishidan avval 5 milliondan ortiq Wuhanlikning Wuhandan ayrilib bo'lganligini oshkorlagan edi. Kuzatuvchilar 2003-yili Xitoyda SARS virusi tarqalgan vaqtida bu virusning Uyg'urlarga ta'sir ko'rsatmaganligi, shunga Wuhandan qochqanlarning xeyli ko'p bir qismining Sharq Turkistonga ketish mumkinchiligini ilgari surishgan. Erkinasiya radiosi muxbirining bu vaqtdagi aniqlashlar davomida Atuşdagi Yoshing mehmonxonasining karantin o'rniga o'zgartirilganligi, karantin qilingan Wuhanliklarning bu mehmonxonaga sig'may qolganligini oshkorlagan. Ma'lum bo'lishicha, Yoshing mehmonxonasining o'zida 99 nafar Wuhanlik karantin qilingan ekan. Janubiy Xitoy Etic gazetasining 26 yanvar kuni xabar qilishicha, Wuhan virusi rasmiy bayqalgandan keyin Wuhanda jiddiy holat yo'li qo'yilishdan burun 5 million Wuhanlik Wuhandan chiqib ketib bo'lgan. Xabarda deyilishicha, bu sonliq ma'lumotni Wuhan shahrining boshlig'i Zhu Xianwang 25 yanvar kunidagi axborot yig'inida oshkorlagan. İctimai tarqatqulardagi xabarlarda Wuhandan boshqa joylarga havo qatnash to'xtagandan keyin Urumchiga qatnashning to'xtamaganligi va qatnashning boshqa joylardagiga nisbatan kechikib to'xtaganligi tilga olingan. Yana ijtimoiy axborot vositalarida deyilishicha, 2003-yili Xitoyda SARS virusi tarqalganda Sharq Turkistondagilar ta'sirga uchramaganligi uchun Xitoy fuqarolari orasida Wuhan virusidan mudofaalanishda Sharq Turkiston eng muvofiq joy degan qarash tarqalgan. Bu sababdan kuzatuvchilar Wuhandan qochqanlarning Sharq Turkistonga ko'plab berish ehtimolini faraz qilishgan. Agar bu virus lagerlarga tarqalib qolsa, eng ichinishli fojialarning Sharq Turkistonda yuz berish ehtimolini ilgari surishgan edi. Bu vaqtda ilib bo'lgan aniqlashlarda Atuşda aloqador xodimlardan biri Urumchidan qaytib kelgan bir oliy maktab o'quvchisining Wuhan virusidan yo'qolmish gumoni bilan uydan akitilganligi va Atuş shahar ichidagi Yoshing mehmonxonasiga sig'maganlik uchun shahar sirtiga elib chiqib ketilganligini oshkorlagan. Ammo bu o'quvchining kimligi va Yoshing mehmonxonasida qanchalik kishi borligi va ularning kimligi haqida ma'lumot bermagan. Erkinasiya radiosi muxbiri Atuş Yoshing mehmonxonasiga telefon qilganida mehmonxonada vazifa o'tayotgan bir soqchi xodimi bu mehmonxonada Wuhan virusi gumoni bilan karantin qilinganlar borligi va mehmonxonada bo'sh o'rin yo'qligini aytgan. Yana bir xodim bu mehmonxonada karantin qilinganlarning 99 kishi ekanligini oshkorlagan. Uchinchi xodim bu mehmonxona nomining Yoshing mehmonxonasidan Yoshing karantinxonasiga o'zgartirilganligini oshkorlash bilan birlikda bu karantinxonada maxsus Wuhandan kelganlar borligini dalillagan. Bu xodim yana bu Wuhanliklarni shaharlik jiddiy qutqizish qo'mondonlik markazining o'zlariga taqsimlab berganligini tilga olgan. Buningga asosan taqsimlangan Wuhanliklarning boshqa mehmonxonalardan bo'lish ehtimolini faraz qilib, Atuşdagi yana bir mehmonxonaga telefon qilganida mehmonxona xodimi dastlabda o'zlarida karantin qilinganlar borligini tilga olgan bo'lsa-mu, orqadan o'zlarining oblast qarashliq bir hukumat mehmonxonasi ekanligini bayon qilib, bu mehmonxonada karantin qilingan Wuhanliklar borligini rad qilgan. Bir haftaning oldida ijtimoiy taraqqilat tarqalgan va Sharq Turkistondagi bir doktorxona xodimiga oid ekanligi ilgari surilgan bir sin xotirasida Wuhandan Sharq Turkistonga qochib chiqqanlar sonining 12 mingdan ortiq ekanligi tilga olingan. Atuşdagi Yoshing mehmonxonasida 99 Wuhanlikning borligi, yuqum gumondorlarining bu mehmonxonaga sig'may qolganligi yuqorqi sonliq uchurning asossiz emasligini ishoratlamoqda. İctimai axborotlardagi uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy o'lkalarida Wuhanliklarni bayqasa va ma'lum qilsa 200 yuan naqd pul bilan mukofotlanganligi haqida uqtirishlar tarqatilgan. Ammo bir mehmonxonaga 99 Wuhanlik so'langan Atuşda aholilarga bayqalgan va karantin qilingan Wuhanliklar borligi haqida uchur berilmagan. Yettinchi fevral atigan soat 2dan 58 minut o'tganda koronavirusiga tunji qatim diagnoz qo'ygan va kasallikning qanchalik ta'sir kuchi borligi haqida tushunchalarni o'tirib qo'yganligi sababli jamiyat omonligini qalaymqon qilish jinoyati bilan nazorat ostiga ilingan ko'z kasalliklar doktori 34 yoshli Li Williang Wuhan virusi bilan yuqumlanganlik uchun jonidan ayrilgan. 6 fevral kuni ilgari keyin bo'lib ko'plagan axborot organlari Li Williangning o'lganligi xabarini bergan. Lekin hukumat axborot vositalari Wuhan markaz doktorxona tarafidan ta 7 fevral sərgacha Li Williangning kasalligining nihoyat og'irligini, jiddiy qutqizayotganligini ma'lum qilib, bir qancha soat o'tmayla Li Williangning kasal bilan o'lganligini e'lon qilgan. 34 yoshga kirgan Li Williang Wuhan shaharlik markaz doktorxona ko'z kasalliklar bo'limining doktori bo'lib, 2019-yil 30 dekabr kuni mazkur Wuhan virusi haqida munosabatli o'rinlarga ma'lumot bergan. Orqadan jamiyat omonligini qalaymqon qilish jinoyati bilan ayblanib, nazorat ostiga ilingan. Vanning Bahçesaray nahiyasida qor ko'chkining ostida qolgan 2 kishining jasadi topildi. Buning bilan qor ko'chkini jonidan ayrilganlarning soni 41 ga yetdi. Van qurolliq saqchi qism izlash qutqizish xodimlari bilan tabiiy ofat va jiddiy ishlarga taqobil turish idorasi xodimlari qutqizish ishlarini davomlashtirmoqda. Bu qatimki qutqizish ishlariga alohida tarbiyalangan afsharkalar qatnashdi.
Bahçesaray yolida kishilarning bexatarlik sababidan qor ko'chkini yuz bergan rayondan o'tish cheklandi. Sahiyya ministri Fahreddin Koca, Van valisi Mehmet Amin Bilmez, Adalet ve Teraqqiyot partiyasining muavin boshlig'i Fatma Betul Sayankaya qatorliqlar qor ko'chkinida jinidan ayrilgan kishilarning oilalarini ziyorat qilib ta'ziya bildirdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.